5 yulduzli sof tomirli qora jinshenni iste'mol qilishingizga 10 ta sabab. Birinchisi, immunitetni kuchaytiradi. Tanani virus va bakteriyalarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi. Ikkinchisi, energiya va bardoshlilikni oshiradi. Charchoqni kamaytirib, organizmning umumiy quvvatini ko'taradi. Uchinchisi, qon aylanishini yaxshilaydi. To'rtinchisi, miya faoliyatini yaxshilaydi. Diqqatni jamlash, xotira va aqliy faollikni oshirishga yordam beradi. Beshinchisi, qarish jarayonini sekinlashtiradi. Oltinchisi, gormonlar muvozanatini ta'minlaydi. Ayollar va erkaklar uchun gormonal tizimni qo'llab-quvvatlaydi, reproduktiv salomatlikni yaxshilaydi. Yettinchisi, stress va depressiyaga qarshi kurashadi. Asab tizimini tinchlantiradi, kayfiyatni ko'taradi va uyqu sifatini yaxshilaydi. 8. Qondagi shakar miqdorini me'yorda ushlaydi. Diabet xavfini kamaytirishga va metabolizmni yaxshilashga yordam beradi. 9. Jigarni himoya qiladi. 10. Quvvatni oshirishga yordam beradi. Bu xususiyatlari tufayli 5 yulduzli sof tomirli qora jinshen yuqori sifatli va foydali mahsulot sifatida qadrlanadi.